Siz chet elda musofirdasiz, ota-onangiz uchun ishonchli firma qidirib topolmayapsizmi yoki qanday qilib tanlashni bilmayapsizmi? Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays'dan siz aziz vatandoshlarimiz uchun, musofirdagi akalarimiz, yaqinlarimiz uchun ajoyib yangilik. Xudo xolasa siz musofirdan turib bizga aloqaga chiqasizlar, to'lov uslublarini tushuntiramiz. Inshaalloh ota-onalaringni Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab hech qanaqa qo'shimcha to'lovlarsiz borib, chiroyli sertifikatlarga ism familiyalarni yozdirib, umra safariga borish to'g'risidagi yangiliklarni yetkazib kelamiz. Onalaring uchun firma hisobidan bitta chiroyli buketlarimizni ham xarid qilib, o'zimiz borib, chiroyli qilib tabriklab kelamiz. Bunga hech qanaqangi sizlardan qo'shimcha to'lov olmaymiz. Ajoyib yangilik qilib qo'yganmiz. Mana shu yangiligimiz munosabat bilan bitta like bosib, kommentariyaga astirlar yozib qoldirib qo'ysalaring, sizlardan xursand bo'lar edik. Xudo xolasa eng asosiysi sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada 700-800 metr oralig'idagi piyoda haramga kirib chiqsa bo'ladigan gastnitsa xarid qilingan. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Ravza-i Sharif ustida ham alohida ishchi guruh o'z faoliyatini olib boradi, xudo xolasa. Va bundan tashqari aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, yuqori yillik, tajribali, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'la olishadi va aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza beriladi. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlari, vodiydan uchadigan reyslarimizga mana shunaqangi uchish yostiqchalarini ham bonus sifatida taqdim etamiz. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bizda 8-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga 7 dona joyimiz qolgan, narxini $950 qilib beramiz. 15, 22, 29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizning narxini $1050 qilib beramiz. Hamda 14, 21, 28 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimizning narxini $1050 qilib beramiz. Xudo xolasa Tojikistondan keluvchi ziyoratchilarimizga bir kunlik gastnitsalarni gaplashamiz, bir kun joylashib, ertasiga umra safariga uchib ketishadi, xotirjam damlarini olib. Inshaalloh ajoyib sharoitda biz sizlarga yaratib qo'yganmiz. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga chegirmalarimiz bo'ladi albatta. Eng asosiysi, istasalaring Farg'onaga, istasalaring Toshkentdagi ofisimizga kelib hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarni olib ketsalaring bo'ladi. Istasalaring sizlarga masofa uzoqlik qiladigan bo'lsa, Telegramdan bitta qizil pasportlaringni tashlab berasizlar. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga bank orqali zakolatlarni tashlab berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli, ajoyib sharoitlarni sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. Ekranda raqamlar orqali aloqaga chiqib to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. 50 ta, 60 ta odam to'plab qo'yganmiz, hamkorlik qilmoqchimiz deydiganlar aloqaga chiqinglar, sizlarga chegirmalarda hamda sizlar xohlagan sharoitlarda albatta biz qilib bera olamiz. Sizlar bilan ishonchli, xavfsiz hamkorlik qilib, chiroyli faoliyat olib boramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.